Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Mana sug'diyonalar, mana uzum Allohga shukr juda yaxshi. Ko'z tegmasin, juda yaxshi. O'sha kulrang chirishlar mana xo'p, mana bu yerda ham bor ekan. Mana qaranglar, mana. Bugungi kunda kulrang chirishga men o'zim gektarlarimga ham septirdim. Hop. Buni foydasini ham bildim. Sizlarga ma'lumot. Bugun mana Namangandan bositxonlar kelib, bugun mana namanganliklar ham olib ketdi shu doridan. Ularda ham o'sha chirish bor ekan. Demak, bu butun O'zbekistonda bor narsa. Bu endi iqlim sharoitidan kelib chiqib bo'layotgan narsa-da endi. O'shanga bir ustozlarning mana tajribalaridan hozir ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu bitta dorimiz. Bu mana ikkinchisi. Hozir endi o'z tushuncha bermaydi. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda kasalliklar turiga qo'shilgan qo'shimcha kasallik uzum tokzorlarida kulrang chirish kasalligi boshlandi. Bu suv kirish oldidan yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Bunga qarshi har xil dorilarning turlari ko'p. Hozirgi kunda keng tarqalgani kukunlik dori Benamil ko'rib turganlaringiz degan dori bu o'sha o'ydum kasalligi va kulrang chirishda oldini oladi. Fungitsid Benomil 50. U uzum, bug'doy, olma va sabzavot ekinlarini turli zamburug'lik kasalliklardan himoya etishda qo'llaniladigan samarali vositadir. Kurashiladigan kasalliklar: ushudring, kulrang chirish, antraknoz, barg dog'lanishi va boshqa zamburug'lik kasalliklar. Ushbu preparat suvda eritilib, o'simliklarga purkash orqali qo'llaniladi. Sarf me'yorini kasallikning qay darajada ekanligiga qarab, agronom aniq me'yorini tavsiya etadi. Ushbu preparat tizimli fungitsid bo'lib, o'simlik to'qimalariga singib, o'simlik ichida himoyani ta'minlaydi. Bu esa zamburug'lar o'sishiga va rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Uzum bog'larida ushbu preparatni to'g'ri qo'llash kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu vositani qo'llash uchun agronom tavsiya etgan miqdordagi preparatni suvda eritib, ertalab yoki kechqurun shamolsiz va yomg'irsiz ob-havoda purkash tavsiya etiladi. Birinchi ishlov uzumning gullashidan oldin amalga oshiriladi. Bu davrda ushuding va antraknozning oldini olish muhimdir. Ikkinchi ishlov gullashdan keyin meva tugish davrida yoki kasallikning ilk belgilari paydo bo'lganda o'tkaziladi. Bu kulrang chirish va boshqa zamburug'lik kasalliklardan himoya qiladi. Agar toklarda kasallik rivojlanishi kuzatilsa, takroriy ishlov berish mumkin. Bunda hosil yig'ib olishga 20-30 kun qolganda preparat qo'llanishini to'xtatish tavsiya etiladi. Har doim preparatning qadog'idagi yo'riqnomasiga rioya eting. Himoya vositalari: qo'lqop, ko'zoynak, respiratordan foydalaning. Ushbu preparatni boshqa kimyoviy vositalar bilan aralashtirishdan oldin o'zaro mos kelishini tekshiring. Kasallikni oldini olish jarayon boshlanmagan holatlarda 10 litr suvga 10 gram qo'llaymiz. Kasallik jarayon boshlanib ko'zga tashlangan holatda 10 litr suvga 15 gram hisobda ishlatamiz. Buni ishlatishlarni keyin tushuntirib boramiz. Ikkinchi dorimiz Kantor degan o'sha Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan dori. Bu suyuq dori. Bitta parashyut, bitta suyuq dori. Ikkovini alohida tanishtirishimizdan maqsad, oldin jarayon boshlanib qolgan bo'lsa, mana Benamil degan dorini qo'llaymiz. 7 kun, 6 kun vaqt o'tgandan keyin ikkinchisi Kantor degan dorini beramiz. Bu Kantor suyuqligimiz, fungisidimiz 10 litr suvga 10 gram ishlanadi. Mana shu ikkala jarayon kombinatsiya qilinganda, xudo xolasa, o'sha chirish, kulrang chirish kasalligini oldini olamiz. İmkoniyat darajasida oldin Benamilni qo'llashdan oldin o'sha tokzordagi chirish kasalliklarini qaychilab, tekizlab tozalab olamiz. O'zimiz bilish uchun ham, keyin tarqalmasligi uchun ham. Tozalab turib, keyin Benamilni qo'llaymiz. 7 kun, 8 kun boringani bir hafta hisobda, keyin mana suyuq jiddiy dorimizga o'tamiz. Ximikatimizga, keyin buni qo'llaymiz. O'sha 1 tonna suvga 1 litr hisobda, o'lchamda. Endi bularga ikkalasiga ham sistemli kontayner zaharlar qo'shsak bo'ladi. Aytaylik, tokzoringizda shira ko'zga tashlangan bo'lsa, yarim dozada 10 litr suvga 5 gram hisobda o'sha Dureldir, Suprapolis yoki boshqa kontayner sistemli dorilarni bor, qo'llasangiz bo'laveradi. Vitaminni qo'shsak ham bo'laveradi, maqsadga muvofiq. Ikki holatda vitamin bilan o'sha Durellarimizni qo'shganimizda ijobiy bo'ladi. Mana shu holatda ham qo'llasalaring bo'laveradi. Shu bu kulrang chirishimizga burada hali shiraga ham Nurel qo'shsak bo'laveradi, qo'shiladi bir-biriga. Buni endi qo'shib sepish alohida eritib olamiz, eritma holatiga keltirib olamiz. O'sha dozani olib turib, o'sha suyuqlikka ilmiliq suv deymiz, sovuq suvga biroz quyitmaymiz.
uyutib olamiz. Zaharimizni ham, vitaminimizni ham uyutib, o'sha apparatimizga qo'shish jarayonida suv bilan aralashma qilib qo'shib boraveramiz. Aytaylik 20 litr bo'lsa, apparatimiz shunga 5 litr suv quyib turib, benamildan kerakli dozani qo'shamiz, uyutmasini. Yana 5 litr suv quyib chaypab turib, zaharni qo'shamiz. Yana 5 litr suv quyib chaypab, vitaminimizni qo'shamiz. Keyin shuni 20 litr qilib aralashtirib turib bochkada sepaveramiz. Shunda uchalasi ham tokda o'zining vazifasini bajaradi. Zahar ham, fungitsid ham, vitamin ham. Endi bu benamil bilan kontorlarimiz hatto o'sha o'ydim kasalliklarni ham oldini oladi. Buni setganimizda o'sha aytaylik tapas, kvadres yoki infarktlarni qo'llayap, shular to'xtatib turamiz. O'shalar ishini ham bajaradi. Xohlasa, bo'ldi. Xudo xolasa. Bo'ldi, rahmat. Shu hozir kundagi. Bo'ldi. Yurtdoshlar, men bundan o'zim sashdim, foydasini bildim. Endi bizniki gektarlik uchun biz qaychilagan vaqt ketadi dedikda, illamasin deb tezda chachib yubordik. U kullanchirishlar o'zi qorayib, to'kilib ketadi u. Mayizga o'xshab. Buni iloji boricha tezroq o'sha kasallik boshlanganda buni chachinglar. Sizlarga ko'rsatgan dorilarimni mana shu bog'imizga chashdik mana. Mana qaranglar mana. Mana shu ham mana o'zi sekin mana shu vosh mana dajansa qurib ketadi endi mana tagigacha. Ag'iga o'tmaydi. Ag'iga o'tmaydi. Hozir. Mana bularda ham mana ko'ryapsizlar mana o'zi qurib mana mekkacha mana to'xtagan. Mana. Endi buni qaychidamda qiyib tashlasa mana tepasi mana sog'lom. To'xtagan bu. Hop. Mana bu ham mana o'zi qatgan. Mana hech qanaqa nima bo'lgan yo'q. Hop, mana ular ham mana orada qaranglar mana o'zi mana salga uzilib ketyapti mana. O'zi to'xtadi mana. Ha, mana qaranglar-da qanday o'zi to'kilib ketadigan darajaga kelgan. Mana qarang mana salga mana qo'limda mana kuch kelgan yo'q. Shunday qilsam mana to'kilib tushib ketyapti mana. Mana bog'imiz. Ha, mana avatarlarimiz ham mana juda chiroyli bo'lyapti mana. Xo'p, sog' bo'linglar, hammalaring ishlaringga rivoj. Alloh dehqonchilaringga, umrlaringga, rizqlaringga baraka bersin.